Toshkentda Bedapress toshimiz. Bedapress. Kamzadan hozir живой отзыв eshitamiz, yog' almashtirishga kelibdi. O'zlari yog' haqida informatsiya berib o'tadilar. Aka, necha yurdingiz, qanaqa yog' soldingiz aytib o'ting. Enok Protek degan yog' moy soldim, unga 10 ming euro qo'ydim-da. 2 kun ichida endi 10 ming yurdingiz aka bu yog' bilan. 14 kun bo'ldi, 2 hafta bo'ldi. 2 hafta ichida? Aha. Nima qilasiz bu 2 hafta ichida 14 ming yurish uchun? Qayda ishlaysiz? Da ish Toshkentda. Toshkentda. Nima ish qilasiz aka u Toshkentda? Toshkentda Bedapress toshimiz. Bedapress. Nech bilan bo'lyapti aka Bedapress hozirgi kunda? Hozirgi kunda trendda chiqdi bu narsa. Aha, 60 ming bo'lyapti, 60 ming. Bizlar obunachilar, bizlar nomimizdan chiqsa 55 ming. Endi bitta shop ochib obunachilarga ko'rsatamiz aka. Qo'rqyapman-da, sal moy motorga tushib qolmaydi. Ha, oching. Mana Ana, sariq turibdi. kamaymagan normada. Kamaymagan, ha? Ha, normadan ziyod turibdi. Kamaymaganmi? Yo'q, kamaymagan, zo'r. Kamaymagan bo'ladi. Bedapresslari zo'r toshib beryaptimi? Ha, yo'q. zo'r Bedapress. Qaysi yo'q? 1 tonna Bedapress ortib ketadi. 1 tonna Bedapress Endi Toshkentda. bitta ko'rsatasiz, qaysi yog'dan solganingizni? Enok solganman, Enok. Enok Protek, ha? Dubay mahsuloti. Unga 40 ni solganman. Protek, unga 40 yozib beriladi o'zi. Ha? Birinchi oy 2-chisloda olingan. Necha kun? 15 kun, 16 kun, 14 kun atrofida 409 ming, 414 mingdan almashtirishingiz kerak ekan. 5 ming. Qancha yurgansiz? Endi hozir sal ko'payib qo'ygan. 421 ming. Bedapress juda zo'r ketyaptimi nimanda? Bedapress, u tinim bilmay telefon bilyapti Toshkentda. Ha, aka, shunday aka. Akalar mana shu odam Bedapressning xo'jayini. Qolni O'zbekiston bo'yicha tarqatadigan kema kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.